ko'pchilik mana bunaqa katta idishlarga nasos solib qo'yilsa, buni ichiga отдельный prostoy quyib qo'yiladi deb o'ylar ekan. Albatta unaqa emas. Endi kimdirlar qo'yishi mumkin. Bizi servisimizda umuman unaqa narsa bo'lmaydi. Sababi har bitta idishimiz plombada keladi. Mana bu plomba hech qachon ochilmaydi. Ochilgandan keyin qayta yopib bo'lmaydi bu tununkani. Saliga yirtilib ketadi. O'zini plombasi bilan ochiladi, qayta yopilmaydi. Kichkina tomonida ham xuddi shunaqa plomba bor, ko'rib turibsizlar. Hammasi plombada keladi. Plombada kelib 100% garantiyali sifatli bo'ladi. Buning ichida narx arzonligini hisobiga ko'pchilik o'ylaydi, yaxshi avtomobil emas deb. Yo'q, unaqa emas. Asli xuddi o'sha PMQ 260 markali moyimiz bo'lsa, buni narxi arzonroq chiqadi. Mana bunaqa idishga o'tadigan bo'lsa, buni bilasizlar, har bitta quyilishi bor, undan tashqari idishi bor, plomba shunaqa narxlar hisobiga, korobkalashi, upogovka qilish hisobiga narx ozgina ko'tariladi. O'shaning uchun biz byudjetni klientlar o'ylagan holatda xuddi shunaqa idishdan olib kelamiz hamda bu idish o'ta ham zo'r ketadi. Hadovoy nimaki ko'pchilik sifatiga ishonadi, quyadi, narxi ancha arzon chiqqani hisobiga. O'shaning uchun bexijolat kelib barcha avtomobilimizdan foydalanib quyib ketishlari mumkin. Hammasini sifatiga garantiya beramiz. Sifati mutlaqo ko'ngilda qara qilmaydigan holatda sifati zo'r. Xullas kalom shunaqa plombada keladi. Hammasiga bitta nasosimiz bor. Buni ham plombasini ochib, nasos solib qo'yiladi.